Məşhur İslam alimi, hədisshunos Abdullah ibn Mubarak nəhayət salih və isil kishi edi. U bir yili haj qilmoqchi bo'lib, safar oldida do'st yaranlari bilan xo'shlashmoqchi bo'lib yo'lga chiqdi. Yo'lda bir ishni ko'rib, butun vujudi larzaga keldi. Bir ayol tun qorong'usida birdo axlatdan bir o'lik to'xini topdi-da, xushal bo'lib uni qo'ltiqiga yushirdi. U birisi ko'rib qolmasin degandek ehtiyot bilan mangdi. Buni ko'rgan Abdullah ibn Mubarak uni to'lidi. "Hey Allohning bandasi, nima ish qilyapsiz? Bo'ldi, so'ramang, meni o'z holim bilan qo'ying." Abdullah ibn Mubarakning ko'ngli bir ishni sezganda qilatdi. "Alloh bilan qasam qilamanki, menga bu ahvolni tushuntirib qo'yisiz. Alloh bilan qasam qilib turib oldingiz, bo'pti, deb beray", dedi ayol yig'lab. "Alloh bizga o'zish o'lib qolgan hayvonni halol qilib berdi. Chunki men yo'ldishimdan 4 qizim bilan ayrilib qolgan tul ayolman. Qiyinchilikim ig'ir, pulim yo'q. Kishilardan so'rab baqdim. Rahimdil bir inson ko'rmadim. Qizlarim ochliqdan yig'lashga boshladi. Shuning bilan men bu kechda rizq izlab chiqqaydim. Alloh bolalarimga bu o'lik to'xini rizq qilgan o'xshaydi. Aran deganda buni topdim." Abdullah ibn Mubarakning ko'zi liqqida yoshga to'ldi. "Bu omonatni qo'lingizga eling." Abdullah ibn Mubarak haj uchun tayyorlab qo'ygan bir hamyon pulning hammasini ayolga berdi. Ayol pulni olib qizlarining yoniga qaytdi. Ular nihoyat xushal bo'ldi. Ularning turmush g'ami ko'tarilgan edi. Abdullah ibn Mubarak Alloh uchun qilgan bu sadiqasidan to'liq mamnun bo'lgan holda uyga qaytdi. Dunyoning har qaysi joylaridan kishilar haj qilish uchun yo'lga chiqmoqda edi. Abdullah ibn Mubarak bir tush ko'rdi. Tushida yuzidan nur parlab turadigan bir odam uningga salom berib mundoq dedi: "Meni tunimsiz, men kim? Men Allohning payg'ambari Muhammad alayhissalom bo'laman. Men sizning dunyodagi do'stingiz, oxiratdagi shafoatchingiz bo'laman. Sizga Alloh ko'p yaxshilik ato qilsin. Yetimlarning onasini ikrom qilganingizdek, Alloh sizni ikrom qilsin. Yetimlarning muhtojlik dardini hal qilganingizdek, Alloh sizning dardlaringizni ko'tarsin. Gunohlaringizni afu qilsin." Payg'ambar alayhissalom shundoq degunicha g'oyib bo'ldi. Ey takror haj bilan faxrlanadigan musulmonlar, ojiz bechora, faqir kambag'al musulmonlarning atrofini tavob qilinglar. Ulug' Alloh mundoq deydi: "Pul milini Allohning roziligi uchun sarf qilgan, taqvodorlik qilgan, kalima tavhidni tasdiq qilgan odamga kelsak, uningga biz yaxshi yo'lni muyassar qilib beramiz. Bexillik qilib Allohning savobidan o'zini behojat hisoblagan, kalima tavhidni inkor qilgan odamga kelsak, biz uningga yomon yo'lni muyassar qilib beramiz." Har yili necha millionlagan musulmonlar haj qiladi. Ishonchlik statistikalarga qaraganda, bularning mutlaq ko'pinchisi takror haj qildiganlar ekan. Haj oylaridan boshqa vaqtlardami har yili umr haj qildiganlarning sonimi necha 10 millionga yetadi ekan. Takror haj qilish, takror umr qilish butun olimlarning birligi bilan nafl amal, ya'ni qilmasa hech qanday gunoh bo'lmaydigan, qilsa savob bo'ladigan amal. Biz Uyg'ur millati tarixdagi eng ig'ir kunlarda yashayapmiz. Bugungi Uyg'ur jamiyati nurg'ulg'an tul ayollar, yetim bolalar, ojiz bechoralar, nomrat yo'qsullar va chorasiz insonlar bilan to'lib ketdi. Agar siz shu qilmoqchi bo'lgan takror hajjingiz, takror umringiz bilan haqiqatan Allohning roziligini ko'zlasangiz, atrofimizdagi shu ojiz bechoralarni yo'qlang va millatimizning kelgusi uchun mablag' siling.